Sizga doimiy ravishda yolg'on gapirishgan. Bu ishda dilerlar ham, ishlab chiqaruvchilar ham birdek aybdor. Shuning uchun ham aksariyat mashinalar hech qachon 160 ming kilometrga yetmaydi. Bugun men mashinangizni 500 ming kilometrdan oshirishga yordam beradigan 17 ta juda rostgo'y maslahatni baham ko'raman. Biz yolg'onlar todasini fosh qilamiz va mexaniklarni gazablantiradigan maslahatlarni ochib beramiz. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki oxirgi maslahat atiga 1 soniya vaqt oladi, lekin u sizni minglab yevro ta'mirlash xarajatidan qutqarishi mumkin. Boshladik. 17-maslahat. Moyni 5000 kilometrda almashtirish qoidasi. Ishlab chiqaruvchi tavsiya qilgan moy almashtirish oralifiga amal qilasizmi? Unda siz motoringizni asta-sekin, jimjit va bekorga oldiryapsiz. Men diler tavsiya qilgan jadvalga, ya'ni 15 mingdan 25 ming kilometrgacha qat'iy amal qilgan dvigatellarni ochganman. Va men nima topdim? Har bir yuzida kuygan yog'dek yopishib qolgan qalin, qora loy. Yongan pistonlar, tirnalgan taqsimlash vali, tiqilib qolgan moy kanallari. Agar mashinangizni chiqindixonaga tushishini xohlamasangiz, standart texnik xizmat ko'rsatish oraliqlariga amal qilishni to'xtating. Haqiqat shuki, bu raqamlar mashina kafolat muddati tugagandan keyin ham ishlash uchun hisoblangan, 500 ming kilometrga yetishi uchun emas. Ayniqsa haqiqiy sharoitlarda, qisqa masofali yurishlar, tirbandlikda to'xtab qo'zgalish, qayta-qayta sovuqda ishga tushirish, moyingiz bu masofalarga yetmasdan ancha oldin yomonlashadi. Mening ustaxonadagi qoidam, moyni har 5000 kilometrda mineral yoki yarim sintetik moy bilan yoki har 8000 dan 10000 kilometrgacha 100% sintetik moy bilan almashtiring. Bu biroz qimmatroq, lekin hozir 50 yevro to'liq ta'mirlash uchun 4000 yevrodan yaxshiroq. Shunday bo'lsa-da, agar siz har kuni ertalab dvigatelingizni noto'g'ri ishlatsangiz, yangi moy sizni qutqarmaydi. Mana nimani nazarda tutayotganimni aytaman. 16-maslahat. Sekin boshlang, dvigatelni bekorga ishlatib qo'ymang. Siz o'ylaysizmi, 10 yoki 15 daqiqa bekorga ishlash dvigatelni qizdiradi deb. Bu qizdirish emas, bu sekin olib. Men dvigatellarni ochganman. Ularning moyi yoqilgi bilan shunchalik aralashib ketganki, qora suvdek oqib ketadi. Silindr devorlari tirnalgan, siqilish yo'qolgan. Bularning hammasi har kuni ertalab uzoq vaqt bekoriga ishlatish natijasida. Mana aslida nima sodir bo'ladi? 30 soniyadan so'ng yonmagan yoqilgi silindr devorlari bo'ylab oqib tushishni boshlaydi. Bu yoqilgi himoya qiluvchi moy qatlamini yo'q qiladi va uni suyultiradi. 50 yevrolik sintetik moyingizni befoyda loyga aylantiradi. Dvigatelingiz 400 ming kilometrdan oshishini xohlaysizmi? Dvigatelni ishga tushiring, 30 soniya kuting, so'ngra 3-4 kilometr davomida sekin harakatlaning. Bu dvigatelni ancha tezroq qizdiradi, yoqilgi bilan suyultirishning oldini oladi va muhim qismlarni himoya qiladi. Moy harorati harakatda bo'lganingizda bekorga ishlashga qaraganda 8 barobar tezroq ko'tariladi. Haqiqiy himoya harakatda bo'lganda amalga oshadi, hovlingizda emas. Bu usul sizga juda ko'p yoqilgini tejashga ham yordam beradi. Ayniqsa hali quyidagi maslahatni qo'llamagan bo'lsangiz. 15-maslahat. Nasos klik deganda darhol to'xtang. Nasos avtomatik tarzda to'xtagandan keyin yana bir marta bosib qo'yish. Bu pulingizni tejashning yo'li emas. Bu sizning buklanish tizimingizga suyuq yoqilgining to'kilishiga olib keladi. Men o'nlab haydovchilar haddan tashqari to'ldirish natijasida namlanib, ishdan chiqqan ko'mir filtrlari, kanisterlarni almashtirganman. Bu qismlar arzon emas, faqat ortiqcha bosim tufayli yuzaga kelgan muammoni tuzatish uchun 300 dan 800 yevrogacha ta'mirlash kerak bo'ladi. Bak buklarni buklanish tizimiga chiqarish uchun havo boshligiga muhtoj. Bakni to'liq to'ldirsangiz, buklar uchun mo'ljallangan quvurlarga suyuq yoqilgini majburan yuborasiz. Natijada datchiklar ishdan chiqadi, klapanlar tiqilib qoladi, kanister to'lib ketadi. Men ventilyatsiya quvurlaridan yoqilgi oqib chiqayotganini ko'rganman. Xuddi kimdir benzin to'la xaltani teshib yuborgandek. Mashinangiz uzoq xizmat qilishini xohlaysizmi? Nasos chertganida siz to'xtang. Har safar majburan to'ldirish sizning buklanish tizimingizning umrini qisqartiradi. Ishoning, bu ta'mirlar arzon emas. Endi buklanish tizimingizni himoya qilganimizdan so'ng, navbat uzatmalar qutingizga keldi. 14-maslahat. Uzatma suyuqligi haqidagi afsonalarga ishonmang. Haydovchilarning aksariyati uzatmalar qutisiga faqat o'sirgalishni boshlaganda e'tibor beradi. Bu bosqichda esa juda kech bo'ladi. Endi siz muammoni tuzatmayapsiz, balki bir necha ming yevroga mexanik blokni almashtiryapsiz. Motor moyidan farqli o'laroq uzatma suyuqligi to'ldirilmaydi. U yopiq tizimda muhrlangan va har kilometrda asta-sekin yomonlashadi. Mana tuzoq ham shunda. U har doim to'g'ri ko'rinadi, qizil, kuygan fidyo. Lekin 100 ming kilometrdan so'ng u ichida mufta changi, metall parchalar va lakdan iborat kokteylni yashiradi. Bu suyuq simparib olib, tishli gildiraklaringizni yemiradi. Agar siz simptomlarni kutib tursangiz, zarar allaqachon yetkazilgan bo'ladi. Har 80 mingdan 100 ming kilometrgacha yoki har 6 yilda bir marta moy almashtiring. Qaysi biri oldin bo'lsa. Gibrid avtomobillar uchun siz 150 ming kilometrgacha yurishingiz mumkin, lekin xavfga bormang. Qayta yegish narxi avtomobilga qarab 2,5 mingdan 7 ming yevrogacha turadi. Biroq muhim bir istisno bor. Hech qachon eski va yaxshi parvarish qilinmagan korobkani to'liq yuvmang. Siz uni zorga ishlatayotgan chokindilarni joyidan qo'zg'atib yuborishingiz mumkin. Agar u muntazam parvarish qilingan bo'lsa, yuvib tashlang. Aks holda faqat moyini almashtiring va har doim ishlab chiqaruvchingiz tomonidan tasdiqlangan suyuqlikdan foydalaning. Hech qachon asl texnik talablardan chetga chiqmang. Keyinroq men korobkangizni yangi kabi ishlatish uchun yana bir maslahat bilan o'rtoqlashaman.
Lekin avval hamyoningizni bo'shatadigan bir odat haqida gaplashamiz. 13-chi maslahat: tormozlarni asrash uchun oldindan tormozlashni rejalashtiring. Tormoz pedalini bosib yuborish sportga xos emas. Bu dangasa haydovchilik uchun bir necha 100 yevrolik soliqdir. Har bir keskin tormozlash disklaringiz haroratini 600 darajadan yuqoriga ko'taradi. Disklar egiladi, kolodkalar qotib qoladi va tormoz suyuqligi qaynaydi. Har bir qizil chiroqni finish chizigidek qabul qilsangiz, mana shu narxni to'laysiz. Tormozlaringiz uzoq xizmat qilishini xohlaysizmi? Erta oyoqni pedaldan oling, sekinlashib harakatlaning va pastga tushda dvigatel tormozdan foydalaning. Haydovchilik uslubingizni shunchaki o'zgartirish disk va kolodkalaringizning xizmat muddatini 2 barobar oshirishi va sizga yuzlab yevro tejash imkonini beradi. Agar qismlarni almashtirish vaqti kelsa, sifatlisini tanlang. Arzon kolodkalar disklarni buzadi va chiyillab, chagallik ovoz chiqaradi. Hozir to'lang yoki keyin ancha ko'p to'laysiz. Endi esa aksariyat haydovchilar hech qachon o'ylamaydigan, lekin motoringizga juda zarur bo'lgan bir maslahatga o'tamiz. 12-chi maslahat: sovutish suyuqligini zarar yetkazishdan oldin almashtiring. Zamonaviy alyuminiy boshlar 110 daraja Selsidan boshlab deformatsiyalanishini bilamidingiz? Bu shuni anglatadiki, motoringiz bir marta qizib ketganidan keyin ham butunlay ishdan chiqishi mumkin. Bir haydovchi harorat ko'rsatkichini bir necha daqiqa e'tiborsiz qoldirgani uchun boshi yongan va deyarli 4000 yevro ta'mirlash xarajatiga duch keldi. Omon qolish qoidasi: agar ko'rsatkich qizilga chiqsa, darhol to'xtang va motorni o'chiring. Uyga yetib olishga urinmang. Duo qilish ham yordam bermaydi. Evakuator chaqiring. Agar motoringiz uzoq xizmat qilishini istasangiz, ishlatilgan turiga qarab har 3-5 yilda sovutish suyuqligini almashtiring. Har oy darajasini tekshirib turing va hech qachon turli rangdagi suyuqliklarni aralashtirmang. Qizil, yashil, sariq rangsiz, ular bir-birini almashtira olmaydi. Aynan ishlab chiqaruvchingiz tavsiya qilgan suyuqlikdan foydalaning. Mos kelmaydigan suyuqlikdan foydalanish tizimingizni zanglatishi, muhrlarni ishdan chiqarishi va radiatoringizni kimyo tajribasiga aylantirishi mumkin. Chunki motor qizib ketganidan keyin bu shunchaki bir muhr emas. 11-chi maslahat: sovutish suyuqligi sizib chiqishini aniqlang. Agar har hafta to'ldirib tursangiz, bu texnik xizmat emas. Siz mashinangizni emas, uning azobini kuzatyapsiz. Ba'zi haydovchilar oylar davomida to'ldirib yurishadi. Shu orada esa bosim muhrining sekinasta sizib chiqishi motorini temir tersakka aylantiradi. Sovutish suyuqligi oz-ozdan buglanib ketmaydi. Agar u kamaygan bo'lsa, demak, biror joydan sizib chiqyapti. Ehtimol, yorilgan radiator, eskirgan shlang yoki ishdan chiqayotgan suv nasosi bo'lishi mumkin. Ba'zan esa bu yashirin bo'ladi. Masalan, isitgich radiatorning nosozligi gilamingizni sekinasta hollaydi yoki bosim muhrining engil sizib chiqishi gaz chiqarish trubasidan chiqib ketadi. Va siz uni albatta ko'rasiz deb o'ylamang. Ba'zi sizib chiqishlar faqat bosim ostida yoki qiziganida paydo bo'ladi. Shuning uchun tizim bosim ostida tekshiriladi. Dvigatel sovuq bo'lsa, tavsiya etilgan bosimga yetkaziladi va bosimning tushishi kuzatiladi. Shu tarzda muammoni u yuzaga chiqmasdan oldin aniqlash mumkin. Korkoroni to'ldirish faqat vaqt yutish, xavfsizlik emas. Va gap jimjit tahdidlar haqida ketar ekan, mashinangizni axlat tashiydigan mashina sifatida ishlatishni bas qiling. 10-chi maslahat: yukni yengillashtiring. Sizning suvingiz ko'chirish mashinasi emas va har qo'shimcha 50 kilogramm to'satdan tormozlanganda mexanik zoriqishni ancha oshiradi. Mening ustaxonamda men chokkan prujinalarni, yorilib ketgan amortizatorlarni va egilgan osma qo'llarni almashtirganman. Bularning barchasi mashinaga ortilgan yukning yarmiga ham mo'ljallanmagan avtomobillarda bo'lgan. Bir mijoz oz mashinasiga dam olish kunidagi qurilish uchun 350 kilogramdan ortiq asbob-uskunalarni yuklagan edi. 2 oy o'tib, orqa amortizatorlar ishdan chiqqan, shinalar deformatsiyalangan, geometriya buzilgan. Bu bepul kichik ish unga yangi shinalarni hisobga olmaganda, osma qismlarni ta'mirlash uchun 1400 yevrodan ko'proqqa tushdi. Mashina eshigi romidagi yorliqda ko'rsatilgan maksimal yuk ko'tarish quvvatini tekshiring. Bosh mashina ogirligini ayiring. Bu sizning haqiqiy yuklash imkoniyatingiz bo'ladi. Va yo'lovchilar ham hisobga olinishi kerakligini unutmang. Bir nechta kattalar va yuklar bilan siz ehtimol allaqachon chegaraga yetgansiz. Osma qismlaringiz uzoq xizmat qilishini xohlaysizmi? Yengil sayohat qiling. Faqat kerakli narsalarnigina olib boring. Ortiqcha yuk nafaqat haydash qulayligini buzadi, balki mashinangizni pastdan yuqoriga qarab yemiradi. Va osma qismlaringiz ortiqcha ogirlikdan nola qila boshlasa, bu signalni e'tiborsiz qoldirmang. Bu esa bizni navbatdagi maslahatga olib keladi. U sizni to'liq buzilishdan saqlab qolishi mumkin. 9-chi maslahat: galati tovushlarni darhol aniqlang. Klik-klik, taqillash, hushtak chalish, gichirlash. Agar mashinangiz dahshatli film uchun kastingga chiqqandek ovoz chiqarsa, bu tovushlarni radioda bostirmang. Bu tovush ogohlantirish. Har bir galati ovoz bu mashinangiz sizdan nimadir butunlay buzilmasdan oldin aralashingizni iltimos qilayotganidir. Ba'zilar qanday qilib tovushlarni eshitib, ularni shunchaki e'tiborsiz qoldirishini chin dildan tushunmayman. Siz mashinangizni yoqtirmaysiz. Men ayta oladigan gap shu. 40 yevrolik kamar hushdagi 200 yevrolik generator buzilishiga aylanib ketishi mumkin. Yengil taqillash ehtimol nosoz sharni bo'lib, oxiri butun yarim oqni og'zi bilan olib ketib sindirgan. Bir mijoz bir necha oy davomida klik-klik tovushni e'tiborsiz qoldirdi. Bu yok yetishmasligi edi. Natijada itaruvchilar yoksiz qolgan. U buni oz boshidan o'tkazdi. Butun dvigatelni yechishga to'g'ri keldi. Mana usul: tovushni aniqlang. Qanday holatlarda? Dvigatel holati, tezlik yoki to'siqlardan qat'i nazar, uni tekshirtiring.
Vaqtida tuzatish arzon, e'tiborsizlik esa mashinani ishdan chiqaradi. Va agar mashinangizni ishdan chiqarish haqida gapiradigan bo'lsak, avtomat uzatmalar qutisi haydovchilari bemalol bo'lishlari mumkin. Keyingi maslahat mexanik uzatmalar qutisi ishqibozlari va sizning muftangiz uchun. 8-maslahat. Hech qanday sabab bo'lmasa, mufta pedaliga bosishni to'xtating. Mufta pedalida oyogingizni ushlab turish befoyda tuyulishi mumkin, lekin har 1 kilometrda mufta diskini kuydirasiz. Faqatgina haydovchi oyogini pedalga olib qo'ya olmagani uchun mufta atigi 60 ming kilometrda ishdan chiqishi mumkin. Bu bitta yomon odat uchun 1500 yevrolik ta'mir. Mana nima sodir bo'ladi. Hatto engil bosim ham muftani qisman ish holatida ushlab turadi. Bu issiqlik hosil qiladi, ishqalanish diskini yeydi va volant diskini kuydiradi. Har safar pedalni yarmigacha qo'yib yuborsangiz, uzatmani ishlash muddatini qisqartirasiz. Har safar bitta qizil chiroqda. Muftangiz uzoq xizmat qilishini xohlaysizmi? Pedaldan oyogingizni olib turing, faqat tezlik almashtirganda bosasiz. Qizil chiroqda neytralga oting. Ko'tarilishda mashinani ushlab turish uchun qo'l tormozdan foydalaning, muftadan emas. Shuni qilsangiz, muftangizning xizmat muddatini 3 baravar oshirasiz. Lekin hatto avtomat uzatmaga ega mashina haydasangiz ham, deyarli hamma qiladigan va yonilg'i nasosingizni ichidan asta-sekin ishdan chiqaradigan bir yomon odat bor. Lekin men bu muammoning yechimini bilaman. 7-maslahat, chorak bak qoidasi bilan yurib boring. Tushunaman, yoqilg'i narxlari juda baland. Ba'zida keyingi to'ldirish imkoniyatigacha yetib olish uchun shunchaki chidashga harakat qilamiz. Lekin zaxirada yurish nafaqat xavfli, balki yoqilg'i tizimingiz uchun ham zararli. Yoqilg'i nasosingiz sovib va moylangan holda ishlashi uchun benzinga tayanadi. Bak deyarli bo'sh bo'lganda, nasos yoqilg'i o'rniga issiq havoni tortadi. Vaqt o'tishi bilan bu nasosni qizdiradi, muhrlarni quritadi va ichidan kuydiradi. Men 120 ming kilometrdan kam yurgan mashinalarda ham yoqilg'i nasosini almashtirganman. Yuzlab yevro faqatgina haydovchi har doim oxirgi tomchigacha yurishga uringani uchun yo'qotilgan. Bu hammasi emas. Yoqilg'i darajasi past bo'lsa, bakning tubida to'planib qolgan chokinda ham aralashadi. Bu iflosliklar filtr va injektorlarga tortiladi. Natijada dvigatel notekis ishlaydi, tezlanish sustlashadi va oxir-oqibat dvigatelga zarar yetadi. To'liq yoqilg'i quya olmayapsizmi? Mayli. Lekin har doim bakda kamida tortdan bir qismini saqlashga harakat qiling. Gap har doim bakni to'liq saqlashda emas. Gap mashinangizni sog'lom saqlashda. 6-maslahat, sifatli shamlarni tanlang. Shamlar arzon, lekin dvigatel esa qimmat. Men shunchalik eskirgan shamlarni ko'rganmanki, ular zo'rga uchqun chiqaradi. Elektrodlari faqat qisqa bo'laklarga aylangan. Bu zararlar bobina kuyishiga, pistonlarning erib ketishiga, yonish kameralarida detonatsiyaga olib keladi. Iridiyli shamlar uzoq xizmat qilishi mumkin, lekin faqat ideal sharoitda. Amalda esa ularni 80 mingdan 100 ming kilometrgacha tekshirishni boshlang. Ayniqsa to'g'ridan to'g'ri purkashli dvigatellarda. Bu yerda ifloslanish tez toplanadi. Yonishdagi uzilishlar, qiyin ishga tushish, notekis ishlash, katalizatorning ishdan chiqishi. Hammasi atigi 50 yevroga almashtirilishi mumkin bo'lgan bir nechta e'tiborsiz qoldirilgan shamchadan boshlanishi mumkin. Dvigatelingiz uzoq xizmat qilishini xohlaysizmi? Mashinangizga mos sifatli shamlarni tanlang va haqiqiy almashtirish intervaliga rioya qiling. Sotuv uchun yozilgan raqamlarga emas. Men muntazam shamchalari almashtirilgan dvigatellarni 500 ming kilometrgacha ishlaganini ko'rganman va arzon shamchalar tezkor moy almashtirish markazida o'rnatilgani uchun 200 mingda ishdan chiqqanlarni ham ko'rganman. 5-maslahat, silent bloklar va dvigatel tayanchlarini tekshirib ko'ring. Sinib qolgan dvigatel tayanchlari tebranmaydi. Ular shassiyangizga har daqiqada minglab marta uriladi. Men tajribamdan kelib chiqib gapiryapman. Men haftalar davomida mayin taqillatish ovoziga e'tibor bermadim. Menimcha bu chiqindi ovozi ehtimol shunchaki xarakterdagi tovush bo'lishi mumkin emas. Bir kuni ertalab mashinani ot oldim, tezlikni oshirdim va butun boshqaruv paneli jackhammer kabi titray boshladi. Ma'lum bo'lishicha, oldingi tayanch 2 ga bo'lingan ekan. Yaxshiyamki, u chiqindi gaz kollektori ustiga tushib ketishidan oldin payqab qoldim, lekin bu zorga bo'ldi. Dvigatel tayanchlari baland ovoz bilan emas, sezdirmay sinadi. Buni faqat dvigatel blokini tebrana boshlaganda, rul jim holatda titrasa yoki tezlik o'zgartirishda orqadan urilgandek bo'lsa ko'rasiz. Bu bosqichda esa zarar tez tarqaladi, oq egiladi, uzatmalar qutisi tayanchi zoriqadi, tayanch bukiladi. Muammoni erta aniqlamoqchimisiz? Aqilib ko'ring, tormozga oyoq qo'ying, haydash rejimiga oting va 2000 aylanishgacha gaz bering. Agar dvigatelingiz 2 santimetrdan ko'proq harakat qilsa, bu oddiy tebranish emas, bu metalning metalga urilishi. Tayanchlarni hoziroq almashtiring. Asli yoki mashinangizga mos mustahkam zamina, aftermarket qismlarni tanlang. 4-maslahat, kuzovning pastki qismini yuvib tashlang. Faqat tashqi kuzovni yuvish, bu shunchaki ko'rinishga ishlash. Astki qismini e'tiborsiz qoldirish, bu avtomobil uchun oz joniga qasd qilish bilan barobar. Shunchalik zanglagan shassilarni qirdimki, ularni otvertka bilan ham tejish mumkin edi. Tartibsiz tormoz shlanglari, oqayotgan baklar. Ularning barchasida nima umumiyligini bilasizmi? Hech qachon pastki qismini yuvmagan egalar. Sizcha zang yillar davomida paydo bo'ladi deb o'ylaysizmi? Xato. Faqat bitta qishtuv sepilgan yo'llarda yurish, butun umrga yetadigan korroziyani boshlab yuborishi mumkin. Men qataruvchi ko'prikka mashinani qo'yganman. Usti toza edi, lekin osma qo'llari grisiniga o'xshardi. Orqa tormoz shlanglari haydovchi tirkama tortayotgan paytda yorilib ketdi.
Bu deyarli unga hayotiga tushgan edi. Yem, yuqori bosimli yuvish moslamasidan foydalanish yoki pastki qismini yuvish tizimi bor avto yuvish joyiga borish. Buni qishda har oy yoki qor va tuz ko'p bo'lgan hududda yashasangiz, har hafta bajaring. Yomg'irli mavsumni ham e'tibordan chetda qoldirmang. Yo'l loyining hammasi namlikni ushlab turadi. Siz faqat tozalabgina qolmaysiz, balki mashinangizning strukturaviy sog'ligi uchun kurashyapsiz. Keyingi maslahat, men shaxsan kimnidir ishdan bo'shatgan sababi. 3-maslahat, har bir shoshilinch ta'mirni shubha ostiga oling. Siz moy almashtirish uchun dilerga kirasiz. Lekin chiqib ketganingizda qolingizda 1500 yevrolik smeta va xavotirli holat bo'ladi. Men ham o'sha tomonda bo'lganman. Men sotuvdan keyingi maslahatchilar injektorlarni tozalash, tormoz tizimini yuvish va ko'p nuqtali tekshiruvlarni sotishni o'rgatilgan egilishlarda qatnashganman. Bu tekshiruvlar mo'jizaviy tarzda bir necha 100 yevrolik shoshilinch ta'mirlarni topardi. Bir yigit deyarli yangi mashinaga gaz taqsimlash korpusini tozalash uchun hisob chiqarishga urindi. Men uni darhol ishdan bo'shatdim. Mana haqiqat, bu odamlar sizning mashinangizni asrash uchun emas, ish haqi olishadi. Ular oylik rejalarga erishish uchun pul olishadi. Sizga 30 ming kilometrda yoqilgi tizimini to'liq yuvish kerak emas. Iridium uchli shamlarni qayta ishlash ham sizga kerak emas. Agar sizga tormoz suyuqligingiz qora deysa, uni ko'rsatishni so'rang. 10 martadan 9tasida u butunlay to'g'ri bo'ladi. O'zingizni qanday himoya qilasiz? Mustaqil servisdan yoki undan ham yaxshisi, hech qanday reja bajarmaydigan mobil mexanikdan ikkinchi fikr so'rang. Muammo haqida suratlarni talab qiling. Aralashuvni asoslaydigan me'yoriy qiymatlarni so'rang. Chuqur ishonch bilan harakat qilish, dilerlik markazining yil oxiri mukofotlarini moliyalashtirishning eng yaxshi yo'li. 2-maslahat, akkumulyator klemmalarini muntazam tozalang. Korroziyaga uchragan akkumulyator klemmalari jimjimador qotillar. Mashina uchun yangi bo'lishi umuman ahamiyatsiz. Agar bu klemmalar oqish chokindi bilan qoplangan bo'lsa, starteringiz bogiladi, generatoringiz holdan to'yadi va elektronika sun'iy nafasda ishlaydi. Ba'zi mashinalar oddiygina 2 yevrolik metal chotka va 10 daqiqa tozalash bilan hal bo'ladigan starter muammosi uchun evakuatorga ortiladi. Bir haydovchi ayol deyarli 900 yevro yangi starter uchun to'lamoqchi edi. Men unga klemmalarni bogib turgan korroziya qatlamini ko'rsatmagunimcha. Mana men ustaxonamda nima qilaman? Har 3-4 oyda kapotni oching. Akkumulyatorga qarang. Agar oqish to'plarni ko'rsangiz, tozalang. Soda va suv aralashmasdan yoki maxsus klemma tozalagichdan foydalaning. So'ngra klemmani dielektrik moy yoki maxsus himoya spreyi bilan surting. Bu korroziyaning oldini oladi. Akkumulyator simlarini uzishdan oldin radiokod va xotira sozlamalaringizni tekshirib oling. Ba'zi mashinalar elektr uzilishiga juda yomon ta'sir qiladi. Keling, eng so'nggi maslahat bilan yakunlaymiz. Bu haqida deyarli hech kim gapirmaydi, lekin mening ustaxonamda boshqa har qanday narsadan ko'ra ko'proq dvigatellarni saqlab qolgan. Birinchi maslahat, mashinani parking holatiga qo'yishdan oldin qo'l tormozini torting. Sizcha avtomat uzatmalar qutisining parking holati yetarli deb o'ylaysizmi? Bu juda sodda fikr. Men o'nlab sindirilgan parking tishlarini almashtirganman. Bu sizning uzatmalar qutingiz ichidagi kichik metal barmoqlar bo'lib, ular qutini joyida qulflab turadi. Agar siz qo'l tormozini tortmasdan qiyalikda mashinani to'xtatsangiz, shu kichik ilgak bir ozi 1,5 tonnadan ortiq ogirlikni ushlab turadi. Bu to'xtash tormozi emas, oddiygina qutini qulflash mexanizmi xolos. Siz bundan haddan tashqari foydalanyapsiz va u sinib qolsa, butun uzatmalar qutisini bir necha ming yevroga to'lib yetishga to'g'ri keladi. Faqat mashinangiz ozozdan yurib ketmasligi uchun. Mashina yangi bo'ladimi, 20 yillik bo'ladimi, har bir mijozga bir xil gapni aytaman. Doim qo'l tormozini torting. Ko'tarilishda ham, tushda ham, tekis joyda ham farqi yo'q. Uni bekorga to'xtash tormozi deb atashmaydi. Avval qo'l tormozini torting, keyin parking rejimiga o'ting, aksincha emas. Endi siz ushbu 17 ta isbotlangan maslahat yordamida mashinangiz umrini qanday uzaytirishni bilganingiz uchun o'rtacha haydovchidan ancha oldindasiz. Lekin yana bir muhim narsa bor. Ko'z o'ngingizda yashirinib yotgan firibgarliklarni aniqlashni bilish. Keyingi videoda men sizga hamma tushib qoladigan 13 ta mexanik firibgarlikni ochib beraman. Videoni hoziroq ko'ring va navbatdagi ta'miringiz talon-tarojga aylanib ketmasdan oldin hamyoningizni himoya qiling.